Salom, sizlar bilan yana game. Sizlarga avtodrom o'yinini qanday qilib skachat qilishni o'rgataman. O'rgatishimdan oldin shu videoga like bosib, Kommentariya bilan obuna bo'lib qo'ying. Qani bo'lmasam katta birinchi bo'lib Google'ga kirib olamiz. Google'ga kirganimizdan so'ng poyezdga Avtodrom skachat deb yozamiz mana. shulardan bittasini mana birinchisini tanlaymiz, Bosamiz. Talab bo'lganimizdan so'ng pastga tushamiz. Pastga tushganimizdan so'ng mana bu yoqda skachat degan joyi bor. o'shani bosamiz. Endi buni ham bosamiz. Buni reklama chiqadi. Reklamadan so'ng bemalol olishingiz mumkin. Men allaqachon skachat qilib bo'lganman. Menda mana. Menda bor. Mana. Shunga kiraman. Bo'ldi. Shunday qilib skachat qilasizlar. Keyingi videoda qanday avtodromda harakatlanishni ko'rsatib o'taman. Sizlar bilan game bo'ldi.